bitta ustozimizni zo'r gaplari bor. Omonulla Madayev, ularni ham joylari jannatda bo'lsin. Ular dars berayotganda, meni ham ustozim juda ham yaxshi ko'rgan bo'lar. ha, shunaqa zo'r darslari san'at edi, bilasizmi? Ana shu narsada. Mana bu san'at. San'at, ko'ryapsizmi? Dars san'at. Ya'ni siz u joyda yig'laysiz, kulasiz, har xil holatga borasiz. Bir xil ustozlar boradi, bir xil tempda gapiradi, unda san'at bitta tor yerda o'tirganga o'xshaydi. Ular pedagog emas edi. Ustoz pedagog edilar. Shu Omonulla Madayev bir gap aytadilar-da, hozir esimga keldi. A'lochilarim bor edi, san'atni sevuvchilarim bor edi. A'lochilarimga 5 qo'yib berardim, san'atni sevuvchilarimga 5 qo'yib berardim. Bitta bir kuni qo'shiq aytsam, hamma o'sha qo'shiqni so'zini yozdi, bittasi notasini nima qildi, bitta qiz shunaqa maza qilib eshityapti, shuni choragiyu, yilligiyu hammasini 5 qilganman. Nima uchun? San'atni his qilganim uchun. Chunki san'atni his qilish juda ne'mat, bu katta ne'mat. Hatto o'zi bilmaydigan, inson bilmaydigan ne'mat deganlar. Shuning uchun mana shu narsani ko'zida ko'rmasam, $1,000,000 bersa ham ishlamayman. O'zi bo'lmasa san'atkor. Yulduz, lekin ishlamaganman. Siltaganman.